Xitoyliklar Gobi cho'lida 2023-yilda 27 mingta quyosh elektr stansiyasiga ega bo'lgan ulkan quyosh zonasini yaratishdi. Lekin muammo shundaki, cho'lda quyosh ko'p bo'lsa ham, poyonsiz qum ham ko'p. Qum panellariga yopishib, quyoshni to'sib qo'ya boshladi. Natijada stansiya elektr ishlab chiqara olmay qoldi. Xitoyliklar bir yechim topishdi. Sprinklerlar o'rnatishdi. Har kuni panellarni suv bilan yuvishdi. Suv pastga oqdi. Panellar esa soyani yaratdi va hech kim kutmagan narsa yuz berdi. Panel ostidan o't-o'lan o'sa boshladi. Rivojlanib, panellarning o'zini to'sib qo'yguncha ulg'aydi. Bu katta muammo edi. Chunki bu panellar 1,5 millionga yaqin uylarni elektr bilan ta'minlaydi. Shunda ular ikkinchi yechim topdi. O'sha hududga qo'ylarni chiqarishdi. Qo'ylar tabiatning o'ziga xos yechimi. Ular o'tni yeydi. Panellar esa ularga soyani beradi. Eng zo'ri shu yerda yirtqichlar yo'q. Qo'ylar uchun chinakam jannat. Lekin shu qadar yaxshi yashagani uchun qo'ylar haddan tashqari tez ko'payib ketdi. Bunga ham yechim topildi. Xitoyliklar ortiqcha qo'ylarni internet do'kon orqali butun mamlakat bo'ylab sotishdi va faqat gazonni o'rib turadigan kerakli miqdorni qoldirishdi. Shunaqa foydali videolarni ko'rish uchun bizga obuna bo'ling.